Kim bilan hamkorlik qilishni istaysiz? Charli XTS eng yaxshilaridan biri. Blackpink a'zosi Lisa va Yakkaxon ijrochi o'rtasida nima farq bor? Buni hammasini yolg'iz bajarishga to'g'ri keladi va bilasizmi, men qizlarni sog'inaman. Bu yil yana birga bo'lishni intiqlik bilan kutyapman. New Woman qo'shig'ingiz videosi eski telefonlar bilan boshlanadi. Birinchi telefoningizni olganingizni eslay olasizmi? Menimcha taxminan 10 yoshda edim. Otam bilan kelishgandim. Agar meni maktabga yolg'iz yurishimni xohlasangiz, unda menga telefon olib berishingiz kerak, ehtiyoj chorasi sifatida. Shunday qilib men Nokia oldim. Shaxsiy telefoningizda musiqa ham eshita olasiz. Shuning uchun men uni olganimda juda xursand edim. Rosalia bilan hamkorlik qanday edi? U juda professional, nima xohlashini aniq biladi va darrov ishga kirishadi. Menimcha bir sahnada uning labidagi pirsing meni sirg'amga ilashib qoladi. Esimda yorug'lik unga to'g'ri kelmayotgandi. Shunda u darrov yorug'likni biroz o'zgartiramizmi dedi. Ya'ni u nima xohlashini darhol aytadi. Men esa yaxshi, men sen uchun qimirlamay turaman dedim. Shunday qilib pirsing joyidan chiqib ketmaydi. Ha, shunday. Ha, o'sha sahnani olish qiyin bo'ldimi? Qiyin edi, chunki men qimirlamay turishim kerak edi. U esa lablarini juda ko'p qimirlata olmasdi, lekin juda qiziqarli edi. Rockstar qo'shig'ida o'zingizni kuchli tomoningizni ko'rsatasiz. Hayotingizda qiladigan klassik rock yulduziga xos bir narsa nima? Klassik rockstar? Masalan, u qanday bo'ladi? Misol uchun juda ko'p bazm qilish. Voy. Men mashina jinnisiman. Ha, mashinani juda ham yaxshi ko'raman. Agar men juda xohlagan mashina bo'lsa, menda orzu qilgan mashinalar bor, faqat ko'p emas. Bir nechtasi agar uni olish imkoniyati bo'lsa, men darrov borib sotib olaman. Kiching. Ketdik, kaching. Tez haydaysizmi? Men oldin juda ehtiyotsiz haydovchi edim, lekin endi yo'q, bunday emas. Sizlik birinchi o'rinda, bolalar. K-pop yulduzi bo'lish haqida odamlar bilmaydigan bitta jihat nima? Bitta jihatmi? Bitta jihat? Siz hech qachon yetarlicha uxlay olmaysiz. Men samolyotda ko'p uxlayman, ha. Lekin baribir doim yetmayotgandek tuyuladi. Shunaqa. Blackpink bilan auditsiyangiz haqida esingizda qolgan bitta narsa nima? Men Rihannaning qo'shig'ini kuylaganman. Qaysi qo'shiq edi? Sarvanozim, bu qalbim ovozi. Take a bow. Ha, shu. Men juda asabiy edim. Qo'shiqni kuylaganimda so'zlar chalkashib ketgan. Hammasi joyida emas edi, to'g'ri chiqmagan. Ha, shunaqa. Qayerdadir ish bergan deb o'ylaysizmi? Bilmayman. Balki men juda o'ziga xos bo'lganman yoki nimanidir noto'g'ri qilganman. Shuning uchun ular, ha, bu qiz esimizda. U bilmadim, so'zlarni noto'g'ri kuylagan va shunga o'xshash narsa qilgan deb eslab qolishgan. Sizni ilhomlantirgan artist kim? Rihanna deyman. Uning belgisi, uslubi, musiqasi, sahnadagi chiqish uslubi barchasi. Rihannadagi eng sevimli sahna chiqishingiz qaysi? Bitch better have my money. Bitch better have my money. U vertolyotdan tushib kelgan. Bu juda ham zo'r. Yaxshiroq rapper bo'lishimga kim yordam berdi? Bittami? Buni tanlash juda ham qiyin. Meni prodyuserim bo'lardi. Uning ismi Teddy. U meni grupga taklif qilgan va yordam bergan. O'zimni yo'nalishimni, ovozimni topishimga juda katta yordam bergan. สวัสดีค่ะ Welcome to the White Lotus in Thailand ค่ะ Thank you. White Lotus'ning yangi debyutida qatnashdingiz va siz u uydan nimanidir olgan bo'larmidingiz? White Lotus'danmi? Ha, kostyum yoki biron nimani? Men kostyumini juda sevganman. Uni juda sog'indim. Men faqat ism yorliqni olib ketdim. Ha, Mook ismli yorliqni. Ha, White Lotus'dagi unutilmas lahzangiz qaysi? Dengizning ochilishi? Bilasizmi, ular doim kema kelganda salom deyishadi. Xudo, o'sha kun juda issiq edi. Men quyosh ostida 3 soat davomida to'xtamasdan yugurishim kerak edi va onam ham suratga olish maydonchasiga
edi. U men qizim juda achinyapman dedi. Onangiz ishingizda doim siz bilan sayohat qiladi. Birga doim qiladigan narsangiz nima? U suratga tushishga borishni juda sevadi. Nyu-Yorkdagi sayyohlik joyi. Yaqinda u birinchi marta New-York Cityga borgan. Shuning uchun u men qayerga borishni xohlayman? Billboard bo'ladigan joy nima edi? To'g'ri qayer edi? deb so'ragan. Times Square. U Times Square'ga borishni xohlagan edi. U yerga borganda hayratlanib, u "Voy Xudoyim" degan. Birinchi sahna chiqishingiz haqida eslab qolgan bitta narsa nima? Menimcha bu maktabda bo'lgan. O'sha payt men taxminan 3 yoshda edim va shunga o'xshash. Menda an'anaviy Thai traditional outfit bor edi va men Thai traditional dance qilardim. Bu mening eng birinchi sahna chiqishim edi. O'qituvchim meni doim oldinga qatorga qo'yardi, chunki men uyatchan emas edim. Victoria's Secret Fashion Show'da mukammal podium yurishingiz siri bormi? Ehtimol ishonch va ritmni ushlashdir, o'zingizni erkin his qilish va musiqaga mos yurish. Shunchaki boshlang, tavakkal qiling, ikkilanmang, davay bosing, bo'ldi, ketdi. Venkat bilan bo'lgan intervyuda aytishgan, siz xoreografiyani juda tez o'rganasiz, xuddi robotga o'xshaysiz. Tezligingiz siri nima? Dars paytida juda kuchli diqqatni jamlashim kerak bo'ladi. Ha, lekin darsdan keyin boshim shunaqa og'riydi. Ha, menga dam olish kerak bo'ladi. Dam kerak bo'ladi. Va keyin biroz dam olaman va undan keyin eslab qolaman. Sizni yaxshiroq qilsa qilgan narsa nima? In Har every bir raqs single harakatida men o'zimni dance kichik move, Lisa I uslubimni try to qo'shishga put harakat qilaman. my Ha, kind of biroz little, Lisa Lisa uslubini. style into it. Ha, bu mening Yeah, it's like my shaxsiy personal uslubim. thing. Put a little Ustiga of biroz the Lisa uslubining seasoning of Lisa ziravorini style qo'shaman. on it. E'tiboringiz uchun rahmat. Shu kabi videolar uchun like va obuna tugmasini bosishni unutmang. Energichniy intervyu uchun Lisaga rahmat.